hech kim ajrashmagan bu yerda. Ajrashishni niyatimiz ham yo'q. O'zim baxtli bo'lsam bo'ldi, erim bilan nima ish bor? U temalarda men gaplashmayman, oppoq qilaman. Assalomu alaykum. Bugungi mavzu hayajonli. Bilaman, butun yer yuzidagi ayollar uchun eng muhim tema, eng inkor qilsa ham asosiy tema bu erkak bilan ayolning munosabati. Erkak bilan ayolni munosabatidagi asillik va vaziyat jarayonlaridan qanaqa qilib chiqib ketish haqida. Durdona, birinchi siz boshlab bersangiz energiyani. O'zi ayol kishi men rivojlanib ketsam, ma'zur bo'lib ketsam, o'zi erim menga kerak emas deb o'ylab qoladi orada. O'zi yangi kelinlarda ham bo'ladi, kichkina bolalari bo'lgan paytda har doim xayolingizga ajrashsam zo'r bo'lib ketsa kerak yoki ajrashsam to'g'ri bo'lsa kerak yoki ajrashsam yaxshi bo'lardim degan fikr bo'ladi. Masalan, biz har hafta ajrashmoqchi bo'lardik oldin. Bolalarimiz yo'g'ida, keyin bir oyda bir ajrashadigan bo'lib qolardik. Bolalar bilan ishimiz, bolalarimizni ishi ko'payganda urushganimizda bir oyda biriga o'tgan. Hozir xayolimga ham kelmaydi, ancha o'sha etapi bor ekanda o'tganingizdan keyin. Hozir ajrashmoqman, menga yordam beryapti-ku. Endi menda shunaqa, balki qolganlarda ham shunaqadir. Xullas, men o'zim tomonimdan aytsam, qancha pul topsangiz ham, qancha o'zingizni eplay olsangiz ham, qancha bolalaringizni eplay olsangiz ham, men shunaqa fikrga kelganman, kerak va ular bizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayol uchun. Sizcha, mana sizda ham hozir loyihalar bor, qiziqishlaringiz bor, bolalaringiz ham bor, eringiz ham bor. Shuncha qancha yashagansiz? Bizda 14 yilmi, 15 yil? 14 yil. Bizda 20 yil bo'lyapti. Xuddi shunaqa siz aytgandek biz ham ajrashamiz degan qarorga kelgan paytlarimiz bo'lgan. Endi biz hammamiz hozir ko'rib turibsizlar, axborot davrida yashayapmiz, kapital bir jamiyatda a'zolarimiz va biz o'ylaymizki, men qaror qildim, men shuni o'ylayapman deb o'ylaymiz. O'zi aslida bizga shunaqa o'ylatishadi. Bizga shunaqa qarorni tayyorlab berishgan va o'sha qarorlarni biz qilib men qildim, menga shu kerak deb. Birinchi biz ma'lum bir sanoatni, ma'lum bir bizneslarni tayyor iste'molchilarimiz va iste'molchini bizneslar qachon boshqara oladi? Bizneslar kapital munosabatlar, endi buni kelinglar egrigerlar deb aytamiz. Egrigerlar kimlarni boshqara oladi? Yolg'iz odamlarni boshqara oladi. Va bu tizimli davom etib kelganki, birinchi erkinlik, erkinroq bo'lasan deb ota-onadan alohida yashatishga o'rgatishdi bizni. Oldin hovlilarda yashagan bo'lsak, biz alohida kvartiralarga ko'chib chiqdik, erkin bo'lamiz deb. Va endi u kvartiralarga ko'chib chiqqandan keyin o'sha kvartiralarda turib, sen o'zingni o'zing eplay olyapsan, senga kerak emas yoki bu injiq ayol senga kerak emas degan narsalar bizga singdirila boshladi sekin. Bu nima narsalar ko'rinishida bo'ldi? Ovqat tayyorlash ustidan, mana bugungi kunda ajrimlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ovqat tayyorlash ustidan, dazmol qilish ustidan, juda oddiy bir narsalarning ustida ham ajrimlar bor. Va bundan foydalanayotgan, aynan mana shu ajrimlardan foyda qiladigan egregerlar bor. Ular yolg'iz odamlarni yaxshi boshqaradi. Biz kvartiralarda yolg'izlantirib qoldirildikda o'sha ajrimlardan boshqaruv orqali foyda ko'rayotgan egregerlar bor va bizga o'sha ajrashgan ayollarni hayotlari jozibali, erkin, mustaqil, istagan joyiga boradi, istagancha puli bor, istagancha kiyinadi, seni hech kim tergamaydi deb jozibali qilib ko'rsatib berildi. Va rostdan ham bunga ishonib qolganlar bor, rostdan ham o'sha ishonganlari orqali qaror qilib ajrashganlar ham bor. Vaholanki ajrimdan oldin juda ham chuqur o'ylash kerak. Yana fikrlar bo'lsa, bir narsani ilg'ab qolganman-da, mana shu erkak va ayolni munosabatidagi ajrimda qattiq bir narsani tushunganman. Endi albatta hayotingizdan kelib chiqib tushunasiz-ku bu narsani. Mana bu ham mana shu narsaga o'xshaganda, pul topishga bir marta harakat qilib ko'rdingiz, pul topa olmadingiz. Endi hayotda hech qachon pul bo'lmaydi demaysiz-ku. Qidirasizmi, izlanasizmi? Lekin erkak bilan ayol munosabatida hali shu narsa kam ekan bizda. Bizda yoki absolyutni chidab yashaydi, mana bunaqa bo'g'ziga kelgungacha chidaydi. Bo'ldi, shu shu ekan. Ikkinchi tarafi mutlaqo ajrimga ketish. Lekin nimaga senga
pul kerak bo'lganida izlanib, intilib, qidirib, o'zingni ochib taftish qilib tashlayapsan-da, erkak bilan bu osonda. Kuchli mavzuda endi. Pardani ochib Erkak bilan kelganida ajrashib ketish osonroq tuyulib qoldi-da, lekin u ham bitta san'at, tilingni topishish, o'zingni erkakka namoyon qilish, uni ham ochish, mana siz boya gapirib berganingiz kabi bu ham haqiqiy mehnat. Davom ettirsangizlar, ha. Munosabati tajriba ko'p. О, еще какой tajriba. Mana xuddi sizlarga o'xshab rosa ko'p ajrashamiz deganmiz, lekin hozirgi kunda erkakning o'zini o'rni bor oilada. Ayol kishining o'zini o'rni bor. Ikkalovi bir-biriga juda ham zarur insonlar ekanda. Kerak-da bu, havo kerak-ku. O'shanaqa havo darajasida kerak ekanda. Borgan sari ilg'ib boryapsizmi shuni? Ha, uni his qilasiz-da. O'sha turmush o'rtog'ingiz bilan ozgina gaplashganingiz, fikr almashganingiz, keyincha gaplashgan saringiz sizni qiziqtirgan narsaga ularda chuqurroq informatsiya borligini topasiz. Ya'ni ular sizdan ham ko'proq bilishlarini yoki sizga nabrot yaxshilab yordam bera olishini, qanaqadir suhbat darajasida siz o'sha narsalarni ilg'ab oladigan bo'lib qolar ekansizda. Endi bu moddiy yoki mana bu ko'chada quyidagi ishlar, hayotiy mana bu nima deydi? Hayotdagi ishlar haqida u ham bor, lekin ruh sifatida ayol kishi, erkak kishi prosta suhbatdosh sifatida ham juda ham kerak ekanda. Men endi shuni shu kunga shunaqa his qilaman-da. Biz ko'pincha janjallashib qolsak, urushib qolsak, oilada kelishmovchilik bo'ldi deb qattiq asabiylashamiz. O'zi aslida urushib qolish normada. Bu janjallashib qolish, fikrini aytish, masalan, xotin uy qurishyapti. Bu uyni qurishda ular juda uzoq vaqt o'ylashgan, pul yig'ishgan, ikkalovi ham bunga harakat qilishgan va endi darvoza qilishmoqchi. O'sha darvoza qanaqadir to'rtburchak bo'lishi kerak, rangi qanaqadir bo'lishi kerak ayolning fikricha. Lekin erkak buni boshqacha tasavvur qilyapti. Xuddi o'sha joyda janjal kelib chiqishi, urushib qolishi, tortishib qolishi bu juda ham normada, lekin bizni nimagadir urushishdan juda qattiq qo'rqadigan odamlarmiz. O'sha urushib qolganimizda, nizoga kirganimizda bundan qattiq xafa bo'lamiz. O'zi aslida yoningdagi odamni xotirjam holatini emas, uni jahli chiqqan holatida qandoq bo'lishini bilib olganing yaxshida. Va hozir endi biz ajrashamiz demay qo'ydik degani, bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir kuni shunaqa bo'ldiki, endi oldin men ko'proq norozi bo'lardim-da. Men ajrashaman dedim. Vaqt ayol kishilar ko'proq norozi bo'ladi, menimcha. Bilmadim, erkak kishilar ham norozi bo'lsa kerak, lekin ayol kishilar bir oradan vaqt o'tdi-da, nimadir bo'ldi-da, ertalabdan gap talashib qoldik-da. Keyin turmush o'rtog'im baqirib, "Ajrashamiz, bo'ldimi, kerak emasmi? Ajrashamiz" dedilar-da. Vannaga kirib ketdilar, bir pasdan keyin chiqib, "Ajrashasanmi?" dedilar. Endi men umuman ajrashish haqida o'ylamayapman. Prosta meni fikrim ularning fikridan boshqacha bo'ldi. Keyin yo'q, ajrashmayman, hozir kasalman dedim. Tuzalib olishim kerak edi. Keyin ovqat yeysizmi dedim-da, pastga tushib ketdim. Men zavtrak tayyorlab tursam, ular keldi-da. O'zi shuncha paytdan men ajrashaman deb qo'rqitarding. Bir marta qo'rqitib qo'ysam bo'lar ekan. Rosa xursand bo'lganlar-da. Ya'ni odam bir-birini tushunib qoladi. Ikkita odam buni jahli chiqyaptimi pastga tusha olsang yoki uni jahli chiqyaptimi bunisi pastga tusha olsa, ya'ni janjallashmaydigan oila yo'q, bir-biriga yon bosa oladigan, murosa qila oladigan oilalar bor-da. Shehina, sizga shunaqa savol bermoqchiman. Mana biz umumiy ayollar har xil soha vakili sifatida gaplashyapmiz. Aynan ezoterikada mana shu erkak bilan ayolning munosabati, ularning xotin nomi yo'q-ku ezoterikada. Ayol bilan erkak birlashuvida mana shu etaplar haqida ozroq bizga ayting. Bizga qiziq shu. Ayol va erkak deb qaramasak, mana hozir ikki xil pozitsiyadan qaradik. Ayollar boshqa fikrlashi, psixikasida boshqacha, umuman tana tuzilishida ham boshqacha bo'ladi, erkaklar ham boshqacha bo'ladi. Lekin agar ularni bitta nom bilan nomlasa bo'ladi, umr yo'ldosh. Bu degani umr yo'ldosh pozitsiyasida bo'lsa, bir umr men shu inson bilan birga ketaman degan tanlov bo'ladi va u tanlov orqali yashalganda birga ketisha oladi. Xotin desangiz, u boshqacharoq vibratsiya tushishi boshlaydi, boshqacha mas'uliyat tushadi. Keyin talablar ortishi boshlaydi. Yo'q,
so'zni o'zida ham energiya ham Og'ir, a? ishlaydi. Ha, shunaqa. Masalan, hozir aytdinglar, bizda to'xtadi, bizda endi boshlandi. Turmush o'rtog'imda menda har doim shu fikr bo'lardi. Yaqinda. Yo'q, turmushga 10 yillik turmushimizda biza boshidan kelishib olganmiz. Meniki ko'tarilib ketib qolsa, siz turib berasiz. Kelishib olganmiz shu narsaga. Sizniki ko'tarilib ketib, u narsani turmush o'rtog'im ham aytgan, men ham aytganman birdaniga. Men ham o'sha narsaga kelishib olgan bo'lganmiz. Lekin hozir nazarimda o'sha evolyutsiya jarayoni ketyapti, baribir hamma joyda o'zgarish ketyapti, o'sish bo'lgani uchun hozir qadriyatlarimiz, e'tiqod masalalarida ozgina go'yoki tushunmovchiliklar bo'lyapti. Birinchi marta turmush o'rtog'im menga o'zim aytardim, ajrashamiz degan narsani. Birinchi marta turmush o'rtog'im ajrim taklifini aytdi, bo'lmasa men ajrashaman. Mayli dedim. Oson, yengil, oldin voqma bo'lib ketardi-ku. Oldingi masalan bobo-buvlarimizda yoki ota-onamizda shunaqa hayot bo'lgan-ku, lekin mayli dedim, yozib jo'nating, men qo'l qo'yib beraman dedim. Men turmushim o'rtog'im chetda edilar, lekin u narsani gapirib olish u kishiga muhim ekan. Yo kelib yana ham bir-birimiz bilan umr yo'ldoshlik o'sha yo'limiz yana davom etyapti. Endi keyin nima bo'lishini bilmadim, ammo hammasi tabiiy o'z yo'lida ketadi. Zo'r aytdingiz. Hozir kakras vibratsiya baland paytida hamma og'riqdan chidab yashayotgan oila bo'ladimi, kasbdosh bo'ladimi, qo'shnilar endi birga yashashga majbur emas-ku, lekin ko'proq mana kasbdoshlar, oiladagi a'zolar og'riqdan yashayotganlar imенно shunaqa bitta ko'tarilib, sevgi bilan yashashga, ya'ni qabul qilib, yaxshi ko'rib, bo'lishib, kelishib yashashga o'tyapti. O'shanaqa etapdan o'zi hammamiz o'tgan bo'lsak kerak, balkim hali ham o'tayotgandirmiz vallohu alam, lekin rostdan ham shunaqa bo'lyapti menimcha. Sizlar ham shuni kuzatganmisizlar? Demak, hozir mana his qildirganlaringiz bo'yicha aytishim mumkinki, sizga zo'r savolim bor hozir. Ajrim demak, haqiqatdan da bo'ladi ajrim. Mana ong darajasini pastga etaplarida. Lekin biz nima qilar ekanmiz? Shu savolingizga shunaqa mashina bermoqchimanda, biz o'sha past vibratsiyada energiyamizda qolib ketar ekanmizda, o'sha joyda ajrashib, janjalga kirib, siz aytdingiz-ku, Dilfuza opa, egregorlar deb. O'sha ajrim egregorlariga ishonib qolib ketib, o'sha yerda anglay olgan va o'sha anglagan ayol, o'sha psixolog, mana mutaxassislar bilan ishlaganda, o'sha joydagi energiyani ko'tarib olsa, bu yerda ajrim, janjal, o'sha undagi vibratsiyada qolib ketish shart emas ekanda, keyingi etapga o'tarkanda, mana relslar qo'yasiz-ku, Durdona, shunaqaga prikolniy deb nomlasak, lekin shuni shunaqa ochib berasizki, butun inson ayollarga o'rnak bo'ladigan darajada haqiqatda eski etapda bo'lasanmi, yangi etapda bo'lasanmi, janjal bo'ladi senda, muhokama, munozara bo'ladi senda. Uni qanaqa hal qilish, mana shular haqida ozroq fikr. Qanaqa oson hal qilib ketasiz? o'zi ko'pchilik Va tabiiymi janjal? Ajrashaman degan joyda ko'pchilik ajrashib ketib qoladi, bilasizlar? Yoshlar, kelinlar, bitta bolalilar, ikkita bolalilar, bo'ldi ajrashaman deb u anaqada emotsiyada ajrashib ketib qolishadi ko'pchilik. Keyin o'sha ajrashib bir xil zo'r bo'lib ketib qolishi mumkin, bir xil o'sha ajrashgandan keyin yordam kerak bo'ladi. Mana shunaqa etap kimdir erga tegadi. Ko'pchilik o'sha etaplarda o'zi ajrashib ketar ekan. Mana o'zingizda ham misol yoki menda ham bo'lgan, ajrashaman deganda emotsiyada xayolan ajrashasiz, ariza yozasiz, sud xayolan sudga ham borganman. Qattaligini xayolan qidiryapman, bor erimga xat yuborish, er yonimda o'tiribdir. Xayolan ajrashib qo'yar ekanda, ayol kishi ayniqsa jahilda, ham jahl ustida ajrashib qo'yishi mumkin ekan. Lekin o'sha paytda ozgina qanaqadir sabrmi, tushunishmi, yo prosta vaqt. Bo'pti, ajrashamiz, sen 3 kun naryoqda yasha, kelma uyiga, meni tinch qo'y deganda o'zi hal bo'lib ketadigan jarayon ekanda, lekin o'sha emotsiyada bir kunda ajrashib qo'yadi ko'pchilik. To'g'rimi bilibsiz? Xayolan ajrashib ko'rganman-da. Keyin nimaga, masalan, meni tajribam hozir nimaga ajrashishim kelmaydi va taklif ham qilganim, xayolimga ham kelmaydi. Men bu narsa mana qizlarni uyiga borsa yaxshi kutib olishadi-ku, qizim, uyga kelmaysanmi? Menda ham o'sha yerda tog'alarim, oyim kutardilar-da. Erim xafa qilsa, ana esimga tushardi, oyim yaxshi gapiradilar, hozir ketib qolsam derdim-da. Ketib qolishga harakat qilardim, arazlab uyga borishga ko'p bormaganman, lekin xayolimda ular meni
deb kutib olayotgan deb bo'lishadi. Boshqa qizlarda ham balki shunaqadir. Ketib qolishga harakat qilardim. Ko'chani boshiga chiqmasimdan erim olib kirib ketaverardilar. Ko'chani boshiga chiqa olmasdim. Birinchi pasportni olardim, bolalarning metrikasi ketayotganida bilmayman. Keyin ko'chani boshigacha hech qachon qo'ymaganlar-da, eshikdan olib kirib ketaverardilar-da, kir deb. Bitta meni erim shunaqa ekan, o'zlarimga tavsiya qilib ko'rganman, ularni olib kirishmagan. O'ziga kirib kelishgan. Hamma yerga har xil ekan, tavsiya qilmaymiz. Hamma kelinam hamma aynan. Erga ham bog'liq. Ke deb, qaynona ham bo'ldik, anaqa qiling deb. Nafisa opaxon, siz fikringizni ayting, keyin Shahinaga zo'r savolimiz bor. O'sha men bir ayol bilan ishlaganmanda, ular aytdilarki, erlari kam gap ekanlar. Erim kam gapiradi, ko'p gapirmaydi va erini chiroyli gapirishini, ko'p gapirishini, "Sen menga keraksan" deyishini juda ham xohlarkanlar. Keyin bir kuni shu bir tanishlarida ko'rib qopdiki, haligi ayol ketib qolgan, tanish ayol ketib qolgan va eri kelib, haligi ayolni "Sen menga keraksan, sensiz yashay olmadim" deb olib ketgan ekan. Bu ayol ham xayolida ketib qolsam shunaqa bo'ladi, uyiga qandoq borishi, qanaqa kiyim kiyib turganida erlari kelib, "Menga kerak ekansan" deb olib ketishini rosa o'ylayverar ekanlar-da, o'ylayverar ekan. O'zi eri bilan urushmagan, o'rtada hech qanaqa mojaro yo'q. Faqat mana shuni o'sha payti shunaqa boradi, gullar bilan, "Qanaqa atirni yaxshi ko'rasan, sendan so'ramagan ekanman" deb mana shunaqa o'ylayverar ekan va eng qizig'i mana shu jarayonga energiya beravergan va bu narsa realligiga ko'chib o'tgan. Aytadiki, kutilmaganda shunaqa qattiq janjal bo'ldi, nimadan boshlanib ketganini bilmayman. Yarim soat ichida hamma narsamni shunday joylab, meni uyimga olib borib tashlashdi. Uyda o'tiribman, xuddi o'sha kutganimdaqa balkondan qarayman, kelishini kutaman, o'sha kiyimlarni kiyaman, rosa o'zimni nima qilaman, hatto telefonimga javob qaytarmaydi. Ya'ni o'sha destruktiv jarayonga doimiy energiya uzatib turavergan va u real hayotiga kirib kelganda, o'shaning uchun men aytgan bo'lardimki, bizning fikrlarimiz bizning realligimizga ta'sir qiladi. Bizning fikrlarimiz moddiy hayotimizda albatta jarayonlarni yasab beradi. O'shaning uchun men ayollarga aytgan bo'lardimki, mayli urushib qolsanglar ham, nima qilsanglar ham, lekin ajrashishni katta bir jarayon qilib, doimiy o'ylab, unga energiya uzatmanglar deb aytgan bo'lardim. Hozir mana shu gapingizdan ilhomlandim. Shahina, sizga ikkita savol paydo bo'ldi menda. Qarang, ajrim har doim ham nimalardir uchun emas, rivoj uchun, undash uchun qancha darajada keladi? Bu birinchi savolim, mana sizni rivojiga undash uchun va ikkinchisi, ana shu ajrim, qo'rquv va ajrim masalasidan tez o'tib ketish uchun rivojga o'zini avtomatik qanchalik tez va ko'p urish mumkin? His qildirdim shekilli. Bu yerda ayol tanlaydimi rivojni, erkak tanlaydimi? Ko'proq hozirgi zamonda ayollar birinchi, xohlasa ham, xohlamasa ham rivoj ta'sir qilyapti energiyalar. Shuning uchun ayollar menimcha ikki hissa mas'uliyat tushadi. Ham sabrliroq bo'lishi, ham o'zini bostirilgan DNK darajasidagi necha davr bobo buvularimizdan qolgan o'sha ayollarga bo'lgan munosabat bostirilganlar hammasi ko'tarilib kelyapti. Bu joyda keyin o'zini o'nglab ololmaslik har bir ayolning qo'ldan kelavermasligi mumkin. Hozir shu jarayonlar uchun ajrim shu sababli ham ko'p. Shuning uchun ham ochiq informatsiyada juda ma'lumotlar, bilimlar ochib tashalganki, masterlar ham tayyorlab berilib, yetkazib berishga harakat qilinyaptiki, yetib borsin, ayol tushunsin o'zidagi bo'layotgan jarayonni, hozir tabiiy global ketayotganini. Faqat unda emas, hamma ayollarda ketyapti va rivojni tanlasa ayol turmush o'rtog'ini ham rivojiga hissa qo'sha oladi. Erkin tanlovga nima qilmasdan, nima desam ekan, suiiste'mol qilmagan holatda. Erkin tanlov, chunki erkak rivojlanishni tanlamasligi ham mumkin. Hattoki u rivojlanmaslik uchun ham ajrimni tanlamasligi mumkin. Ajrimni rivoj uchun tanlash bor, yoki bo'lmasam rivojlanmayman deb ham ajrashmayman deyish bor-da, tushunyapsizmi? Shunda baribir kuzatish kerak. Sizni masalan oila munosabatlarida er xotin bir-birini tushunish kerak, lekin ayolda ko'proq hozir nima desam ekan, kutuv deya olmayman, qarab turishibdi-da, ayol qanaqa qarorga keladi.
va ayol buzish tomonga emas, destruktiv tomoniga emas, tuzish tarafga qarab, konstruktiv tarafga qarab yo'nalsa, oila ham barbod bo'lmaydi, erkak ham rivojlanadi, farzandlar ham o'sha to'liq oilalarda davom etadi rivoji. Yana bizni jamiyatimizda bitta narsa borki, bizni qizlarimiz, bizni ayollar turmushga chiqqanimizda zumrad bo'lib olamizda. Juda yaxshi ayol, zumrad bo'lamiz. Hamma narsaga ko'namiz, xo'p bo'ladi deymiz, hamma ishlarni bajaramiz. Ya'ni o'z bizni xarakterimiz bor, biz zumrad emas, umuman boshqa bo'lishimiz mumkin. Lekin xarakterimizni ko'rsatmasdan hammani xarakteriga, qaynotani xarakteriga ham, qaynanaga ham, turmush o'rtoqqa ham, qaynsingilga ham hammaga moslashib chiqamiz. Va zumrad bo'lishdan bir kuni charchab qolamizda. U charchab qolgandan keyin bunt ko'tarib, janjal qilib, menda unaqa bo'lyapti, menda bunaqa. O'zi eng birinchi navbatda o'sha turmush qurayotganda turmushga tayyor bo'lish kerak va o'zini haqiqiy xarakteri bilan kirib borish kerak turmushga. O'shanda nisbatan boshqalarga nisbatan tarafi bu pretenziyamiz kamroq bo'lishi mumkin-da. Biz man zumradmanmi, hamma kelib boshimni silaydi deb kutaveramiz, hech kim silamaydi-da, eng qizig'i. Durdona, o'zi sizga shunaqa savol bermoqchiman. Savoldan oldin o'sha bermoqchi mana ajrimni ham 360 ta qirrasi bor-ku. Endi hammamiz bilamiz-ku. Buni qancha ajrim haqida ko'proq ma'lumot bersa, shuni ayollarda qo'rquv bo'lmaydi-da. Nima uchun ajrimdan qo'rquv kuchli bo'ladi? Sababi u haqida bilim yo'qligi uchun. Ajrim har doim ham ajrashib ketish uchun kelmaydi. Mana aytayapsiz, rivoj uchun keladi dedingiz. Siz hamma o'zini fikrini siz aytayapsiz, o'zini ochish, o'sha samatsenka boshidan o'zingni ko'rsat, yolg'onchini yasab kelma, baribir bir kun portlaysan degan fikr. Siz aytib o'tyapsizki, o'zgaradi hammasi. Yana bitta tarafi bor. Bir vaqtlar ayol orzu qilgan bo'ladi-da, men mana shunaqa sevgili oila yaratishni xohlayman. Men shunaqa samimiy oilam bo'lishini xohlayman deganida, nekunki Alloh farishta omin deb unda o'sha oila yaratilishi emas, unda ajrim programmasi kuchayib ketadi. Bu shuni biling, shuni har doim shuni ayollarga aytkim keladi. Har doim ham ajrim uchun kelmagan bo'ladi. Mana bu eski siz oilada yashab turgan iqrorlik bor-ku, ana endi ayol qo'rqishni boshlaydi ajrimdan. Qo'rqishni shuni amaliy isbotini gapirib berasiz. Qo'rqishni boshlaganidan keyin oila shirinligini his qilib qoladi, oilaga tegishli kurslarda o'qishni boshlaydi, oila ma'nosida o'sha eriga yoqish uchun psixologik kurslarda o'qishni boshlaydi. Demakki, ajrim har doim ham yomonlik uchun kelmaskan, ayolni ham moshina o'stirib beradi. Erkakki ham ayolga qadrini, menimcha qadrini ham oshirib beradi. Durdona, mana shu joyda mana ikkalalaringlar birga o'sib, rivojlanib ketyapsizlar-da. Menga qiziq, turmush o'rtog'ingizni, mana siz hozir rivoj paytingizda ularni ajrimga nisbatan munosabatlari va siz qanaqa qilib ularga shu qadar his qildira oldingiz? Boya keng ocha olmadik-da shu savolni. Ajrim qanchalik foyda ularga yoki siz bilan yashash qanchalik foyda? O'zi men o'ylayman, boshqa qizlarga ham tavsiya qilaman. Menga endi ayollar, qizlar ko'p kelishadi-da. Kasb o'rganmasdan erga berib yuborilgan qizlar ko'p keladi. Ular aytishadiki, qaynanam o'qimagansan deydi. Sizda o'qisam diplom berasizmi? Diplom deb yozib bersangiz bo'ladi. Keyin shunaqalar keladi, erim kasal bo'lib qoldi, avariya bo'lib qoldi, o'lib qoldi, Rossiyaga ketib qoldi, lekin men pul topishga hozirgina men bilim yo'q, kasbim yo'q. Sizda o'qisam, keyin nimadir eplay olaymanmi deb. Ko'pchilik ayollar chidab ham yashaydi. Ajrim yomon deymiz, lekin bir xil holatlarda ajrashish kerak. Ko'p shunaqa ayollarda o'zim mustaqil yashab keta olmayman deb chidab yashayotgan ayollar bor. Lekin ajrim har doim yomon bo'lmaydi, to'g'rimi? Baribir ajrashadigan joyda ajrashish kerak. O'zi qizlarga tavsiya qilaman. O'zi samatsenka qanchalik baland bo'lsa, eringiz siz bilan anaqa bo'lmasa ekan, muammolar, urush janjal bo'lmasa ekan deb tushunib yashayverar ekansiz.
keyin eringiz qanchalik sizga ishonsa va siz erga qanchalik ishonsangiz ajrim haqida umuman so'z ham bo'lmas ekan. Lekin agar ajrim bo'lsa ham keyin men sendan zerikib qoldim yoki men kimnidir yaxshi ko'rib qoldim. Davay ajrashamiz desa ham bo'pti rahmat demadi. Rossiyaliklar ajrashib ketadi-yu, o'ziga necha unaqa fotosessiyalar qilishadi, xursand. Shunaqa holatga ham kelib qolar ekan. Masalan, bir umr mana shu er bilan yashayman deb aytolmaysizlar hozir sizlar ham men ham, lekin o'sha ajrashayotgan paytda ham ayol o'ziga ishonchi, samatsenkasi bo'lsa, bo'pti ajrashamiz, baxtli bo'ling, ammo o'zim yo'limda davom etaman. O'zi ishonch baland bo'lganda ajrimga ham ehtiyoj bo'lmas ekan, shu bilan ketyapsizmi, rivojlanyapsizmi, o'zi eri rivojini o'ylash ham shart emas. O'zingiznikini o'ylaysiz, ketaverasiz, er bechora sizga moslashib ketar ekanda. Shu haqida ko'p aytasiz-da, mana shu moslashish haqida shu. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Siz aytdingiz-ku, shuncha kurslarda o'qigandan keyin erim undan ham zo'r bilishini keyin bilib qolganman. Ha, misol uchun qaysidir pog'onada, qaysidir ilm olasiz, bilim olasiz, lekin eringiz u narsani sizdan oldinroq kitobda o'qigan bo'lishi mumkin, u boshqa tarafdan o'rgangan, u sizga o'xshab kursga borib, qayerdir institutga borib o'rganmagan, lekin u narsa bor uning ichida-da. O'sha narsalarni agar, конечно, muomalangiz gaplasha olsangiz, o'sha narsa ichidan chiqib kelganda o'zi deb o'rganishga tushasiz. Xuddi ustozdek bo'lib, o'zi shundoq ham ustoz, bir-birimizga ustozmiz, lekin siz qiziqqan temada chuqurroq ilmga egaligini ochganingiz sari hurmatingiz oshadi, yana ham hurmatingiz oshadi. Hozir sizlar ajrim misolida gapirganinglarni hozir bitta narsa aytib ketmoqchi edim. Yashadim-ku Italiyada, Rimda. O'tdagi bitta ajrimni anaqa guvohi bo'lganman-da. Bilamiz hammamiz Yevropa yaxshi emas, yana nimadir, oila qadriyati yo'q deb hamma biladi-ku endi. Bizda agar ajrim bo'lsa, bizda yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Aksariyat holatda aliment to'lamaydi, bolaga qaramaydi, u ayoliga tim bo'l qaramaydi-da, shunaqa bo'lib ketadi. O'tda shunaqangi bo'ldiki, men ajrashgan ayolni onasi bilan tanish bo'ldim, gaplashdim. Endi qarang, italyanец, rimlik, uylangan, 10 yildan oshiq yashashgan, keyin ajrashgan. Lekin ajrashganda keyin o'sha shaharda yashashyapti, ayoli bilan ayolini onasini boshqa qarindoshi yo'q. O'sha erining qarindoshi, erini ota-onasi, ular hammasi bor. Endi ularda bizda mana yangi yil bo'ladi, har xil hayitlar bo'ladi, birgalikda o'tkazadigan, ularda o'zini Rojdestvosi bor. O'sha bayramga ajrashgan eri, ota-onasi telefon qilib ularni chaqiryapti. Sizlar boshqa qarindoshingiz yo'q, kelinglar, biz bitta oilamiz-ku, deyapti. Ajrashgan bo'lganimiz bilan biz yo'q bo'lib qolmadik-ku, birga shu yerda birga kutsak bo'ladi-ku, bu yangi yil xursandchilik, kelinglar birga qilamiz deb chaqirganini, boshqa vaziyatlarda yordam berganini eshitganimda-chi, ulardagi ixlos, ulardagi bir-biriga hurmat, insonga hurmat, insoniylik juda yuqori darajadaligini ko'rganman-da. O'shaning uchun har doim ham nima deydi, ajrim bu yomon degani. Yomon. Hamma inson o'zi qabul qilib olish kerak ekan-da, bu nimaligini. O'zi uchun, har bitta oila o'zi uchun nimaligini, yuz ko'rmas bo'lib ketadigan darajada ko'pda bunaqa misol ajrashgandan keyin yaxshi muomalada bo'lgan. Sababi nazarimiz sal qattiqligi uchunda, bunda bilimimiz kamligi uchunda, aynan ajrim degan so'zga nimadan qo'rquving bor, nimada qattiq qiynalasan, o'shanda bilim kam-ku. Dilfuza opa, sizga shunaqa savol bilan murojaat qilmoqchiman. To'g'ri tushundik. Ajrashmaslik hamma xohlaydi, oilasi buzilmasligini, komforti buzilmasligini hamma xohlaydi. No, baribir bu hayot. Nima maslahat bera olasiz mijozlarimizga, auditoriyaga qachon ajrim kerak, iloji yo'q siz? Ajrim degani o'zi bu kelishuv ekanda, bundoq qaraganda. Endi ajrim qilmasdan imkon bo'lmaydigan paytlar bo'ladi. Masalan, erkak kishi nimagadir qaramlikda bo'ladigan bo'lsa va bundan qutulishni o'zi istamayotgan bo'lsa, masalan, narkotikka qaramlik bo'lishi mumkin yoki alkogolga qaramlik bo'lishi mumkin yoki hozir mana chiqib qolgan har xil onlayn qimor o'yinlariga qaramlik bo'lishi mumkin. Har bir inson adashadi. Har bir insonda nimadir degan xatoliklar bo'ladi. Lekin o'sha xatolikni anglab, buni to'g'rilab, bundan chiqishni istamayotgan odam bo'lsa,
demak ha san shu holatingda yashashing mumkin lekin man bilan emas o'zingni hayotingda yashayver degan so'z albatta aytilishi kerak. Ya'ni u erkakni ayblash, u bilan baqirish, qarg'ash, hayotimni zaharlading deyishni foydasi yo'q. Sanga shu kerak bo'lsa, san Bunga ongli qarash kerak. ongli qarash. San bu sani tanloving bo'lsa, san yashayver, faqat mansiz yasha. O'zingni hayoting yoki aytaylik, ayamasdan uradiganlar bor. Endi ayab o'zi urish hech qachon nima bo'lmaydi. Qo'l ko'taradigan erkak bormi? Yo'q, u bilan yashash kerak emasdi, chunki bizni tanamizni hozir meni tanam agar o'lib qoladigan bo'lsa, dunyodagi hech qaysi doktor bu tanani qayta tikla. Ya'ni bu biza Qur'onni toptagan odamni kechiramizmi? Kechirmaymiz uni. Lekin bizni tanamizni ham Alloh yaratdi-ku, qanchalik muqaddas. Nimaga bizni tanamizni toptagan odamni kechirishimiz kerak? Bu kechirilmaydigan va albatta